Gayni o'zi remen taqib olamiz, u remenni gay uchun taqadigan. Ahmoq kim? Biz ahmoq, to'g'risida. Shu ahmoqlarga yo'g'ida o'zim ham daligimda oladigan kameraga chiqdi-yu, naql ushlab olamiz. Agar chet eldagilarga bitta iymonsiz birorta mehmon, turist yonimizda o'tirgan bo'lsa, so'rasan yonida nima qildi bo'lsa, rasm yozgancha kamera remen taqdisa to'poylar deydi. Voy to'poylar, bu remen o'zing o'lib qolmasligi uchun taqasan-ku buni. Risk avariya bo'lib ketsa, ushlab qoladi seni. Ha mashinani borib aerobakini o'chirtirayotgan kim? Biz bo'lamiz o'sha. O'sha mashinani 6 million yo 7-8 million, 10 million qimmatiga oldi aerobaki borligi uchun. Shu urilib basharasi buzilib ketsin, tarpeda otilib ketmasin-da. Shu basharalar qiyshayib ketsin. O'sha 1000-2000 dollarda hayotidan ustun qo'yadigan ahmoqlar kim? Biz o'sha. Mana borib ustalardan so'raylarda, aerobakini borib o'chirtirishyapti. Nabaro ko'ring, o'chiq bas bu, yoniq tursin bu. Avariya bo'lib ketsa, bu betim aerobakka tegsin. Bu bashara kerak menga. Shu darajada mashinani o'zimizdan ustun. Bitta joy qirilib qolsa, 7 oy kayfiyat yo'q. Qirilib qoldi. O'l, qalbing qirilmas, mashina. Badaning qirilmas, o'lib ketsin o'sha mashina, urib oldim. Ha, nima bo'lib turib olgan bo'lsang? Urib olding, bo'ldi, tamom. Odam boshini urib olyapti, mashina nima endi? Mashinani bir alohida hayotimizni mazmuniga aylantirib qo'yganmiz. Yo'q, bu so'zni karshga piyozdaqa bitta narsa deb qabul qilish kerak buni. Sotilib ketsa, o'lib qoldim, osam osmonga chiqib. Bu bizi ahmoqligimiz bu. Ruschasiga tupoyligimiz bizi bu. Ha, berdi mendik oldi piyada ketilaveradi. Ha, bugun odam turib mashinasiga qarayotgan kim? Biz bo'lamiz o'sha. Odamga qarab, mashina yaxshigan o'zingiz yaxshimisiz deydi. Agar mashina bir narsa bo'lgan bo'lsa, ko'zingga qaramaysanmi? Ana odam xillayotgan bo'ladi. O'lib qolsin o'sha mashina,